Kelaver, oshxonadaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, jiyanlarimga mayda-chuyda. Opa, nima gap? Nechta chaqirdingiz? Pochchang bilan 2-3 soatga bozorga borib kelamiz. Jiyaningga qarab tur. Yo'q, opa, bu jiyan bilan men qiynalib qolaman. Nima bu jiyan bilan? Esingdan chiqib qoldimi? Bog'chaga ham o'zim olib borib kelardim. O'zim katta qilganman seni. Tagingni ham o'zim tozalaganman. Xo'p, opa, bo'ldi. Odam xijolat qilmang. Mayli, 2 soat emas, 3 soatda keling. Qarab turaman. Tog'a, qornim ochdi. Menga qara. Hozir men senga zo'r narsa pishirib beraman. Lekin sen meni gapimga quloq solib, jim aytgan qilib o'tirasan. Tushundingmi? Hali gapim tugamadi. To'xta. Menga qara. Men hozir nagesni pishirib beraman. Bor yo'g'i 3 minutda pishadi. 3 minut jim o'tirgin sabr qilib. Hopmi? Ha. Voy. Bir pas sabr qila olmaysan-a? Mana pishdi. Qara, yeb ko'rchi. Zo'r chiqibdi-ku, tog'a. Zo'r ham gapmi? Bunchi bolalarim mazza qilib yeydi. O'zimga ham yoqadi. Tog'a. Lag'mon yeyim kelib ketdi. Nima, hozir men senga lag'mon qilib bering? Ha? Ha. Lag'mon yegilar kelyaptimi? Ha? Mana senga